mana bugün hamma ko'zida yosh ajralishar bir-biridan sinfdosh maktab binosi ham yurar xomush bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh ey sinfdosh unutma do'stlaringni eslab yuraylik maktab chog'larini yana bir 20 yillik bo'ldimi? 31 aka. U bo'lish shart emas. Yo'q, endi Men zam har yili qilishgan-a. ana sizlar bir yerda borman. Bir yerda borman. Ana o'g'li borman. Mana men oxiri maktab yillari o'tdi mayli ularga xudoyim bersin kech kelgan. Ichkariga kiring. Sizga fotoapparatni saytida Musulmon Azizbek, Xo'janazar Bahodir, men. Yalqov bo'lsa, 11 sinfdan 9 sinfdan ketgan yigitlar ham bormi? yo'q bizga 10 oxirigacha dars bergan. Bu Xayrli Jamshid. ey sinfdosh unutma do'stlaringni eslab yuraylik maktab chog'larini ey sinfdosh unutma do'stlaringni 2006 matematika internatida tugatgan Zolotoy поколение 20 yillik bayram bo'lyapti. Kutib oling, davramizda! Bot edi uni, to'g'rimi? Davlatimiz tayanchi ustunlardan bo'lgan bitta sohani egallab turibdi. Xudo xolasa biz buni shu sohalarda eng kattasi bo'lishini tilakdoshimiz. Eng zo'ri bo'lishini. Yoniga men turibman xudo xolasa. Yozuvchilar uyushmasi bormi? Xudo xolasa nasib bo'lsa. Qo'yishga ham qiyin. Bizda nimamizda davramizni yoritib turgan mana shu yigitlarga xudo xolasa senga ishlaringda omad tilaymiz. Bundan keyingi ishlaringga omad, rivoj, do'stlaring tezda o'qiganda ko'tarib pastdan javob berishni o'rgan. Sizlar bilan marhamat. Wow. Yana bir marta assalomu alaykum. Manaki eng yaqin oshnom Jonbek. Biz do'stim Kamoljon nomer 1 sog' salomat bo'lsa, umrozor bo'lsa, baxshiding. Yoshlikdan katta bo'lganmizda bu. İşte 20 yillikda yaxshi bilaman.
20 yilligimiz. Nasıl 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, 40 yıllıklarda ham bir yurtdosh. Bolamizni uylanishda nasib bo'lsa. Uyimda kuyov jo'ra bo'lgan do'stim meni. Kichkinalikdan birga katta bo'lganmiz. Qirlik siydi. Ko'rsatilgan eng sevimli, eng qadrli ustozlarimizdan biri Boboy va Mahfuz opamizga so'z navbatini beramizda davramizni davom ettiramiz. Ustoz, sizga azmolik sovg'asi bor. Mendagi so'z navbatini hozir harom tekshirishda hurmatli boshimizda olib qolayotgan oqilona siyosatlari milliy istiqlol g'oyasidan bizga mening mavzusida insho yozilgan odam bo'lib kim tanlaymiz? Bizga zavod bersa, my name is Said deb javob berishga o'rgatgan odam bo'lib kim tanlaymiz? Lev Tolstoy, Dostoyevskiy, Pushkinlarni o'rgatgan avzoq qandoqligingiz mumkin emas. To'g'rimi? Привет, он вам рассказывал, привет. Почему нам актер рассказал? Сейчас мы с актером сидели, смеялись, вспоминали эту записку. И вот там он написал это. Hammalarning ishlaringizda omad tilayman, oilaviy tinchlik, sog'lik, salomatlik. Nigara yerine zaten istoria koyuyor. Ne yaptı kurşunlarda? Ne gördün? Yavrum. Ne diyorsun? Пушкин, ну ты Приехал, пошли. А я хочу Англия, Ben orkideye dolar. Ben senin için London'a bu benim bunu aynalı olur. İşte Adam da yükleyem ki yürüyor. Beni yapalım mı abi orada? Beni yapalım mı orada? Ha, diyeceğim bu. Yeah!